Dopamin bu kichkina molekularni ko'pchilik biladi va eshitgan. Kimdirlar aytadi, dopaminimni oshirishim kerak, dopaminni yaxshilashim kerak deydi. Bu aslida noto'g'ri. Tushuntiraman. Aslida bizni organizmimizda nerv sistemasi bo'yicha определенное количествоda dopamin har doim suzib yuradi. Bu bizani kundalik hayotimizdagi rag'batlantirish yoki nimadirga erishishimiz uchun kerak bo'lgan dopamin. Ba'zida bizni xohlagan narsaga erishganimizda, ehtiyojimizni qondirganimizda, masalan, shokolad yeganimizda, yaxshi ko'rgan insonimizni ko'rganimizda yoki Instagramda aytaylik 100 ta like berganimizda o'sha dopaminni konsentratsiyasida cho'qqiga erishiladi va bu esa o'z navbatida kichkina o'sha xursandchilikka olib keladi. Fiziologik tarzda bunaqa cho'qqiga erishgandan keyin dopamin konsentratsiyasi sal cho'ng'iydi. Bu esa o'sha narsaga erishganingizda qanaqadir o'zingizni ba'zida yomon his qilishingiz bilan kuzatiladi. Bunaqa cho'qqilarni erishishimiz uchun organizmimizda maxsus o'sha dopaminni hovuzi bor. O'sha hovuzdan dopamin ishlatiladi. Lekin har kuni biz bunaqa cho'qqilarni sonini ko'paytirish, tez erishmoqchi bo'lsak, masalan, Instagramga kirib, TikTokda yoki Instagramda o'sha videolarni ko'rganimizda o'sha hovuzdagi dopaminni to'ldirishga ulgurmaymiz va oxir-oqibat bizani o'sha cho'qqilarga erishish uchun dopaminimiz qolmaydi. Va siz nimani kuzatasiz? O'sha oldingi kichkina cho'qqilarga erishtirgan sizni voqealaringiz boshqa sizni unaqa xursand qilmaydi. Buni yaxshi yo'li bor, qanaqa qilib o'ziga qaytarish uchun. Siz o'sha kichkina cho'qqilarga erishishni o'rniga har kuni qanaqadir uzoq vaqt davomida shug'ullanadigan mashg'ulotlar, masalan, kitob o'qish yoki yaqinlaringiz bilan vaqt o'tkazish yoki sport bilan shug'ullanganingizda o'sha dopaminga bo'lgan sezgirligingizni va o'sha aytgan dopamin hovuzingizni boshqatdan to'ldirishga erishasiz.